Assalomu alaykum. Previewdan ko'rganingizdek, bugungi mavzuyimiz beginnerlar uchun degan videomizning davomi, ya'ni have has got. Have has got o'zi nima? Have has got degani bu bor degani. Masalan, I have got a book. Menda kitob bor. I have got a telephone yoki fon. Menda telefon bor degani. Have has got bular ikkita toifaga bo'linadi. Ya'ni subjectdan ikkita ajratib olishadi ikkalalari ham. Have, I, you, we degan olsa, has got ya'ni has, he, she, itni oladi. Bu formulasi. Buni negativ varianti qanaqa bo'ladi? I have not got a phone. Menda telefon yo'q. Daraktda esa I have got a phone. So'roq gapda esa have you got a phone? Sizda telefon bormi? Degandek savol beramiz. Short answerlari, ya'ni qisqa javoblar qanaqa bo'ladi? Yes, I have agar ha bo'lsa, no, I haven't agar yo'q bo'lsa, yes, he has agar ha bo'lsa, no, he hasn't agar yo'q bo'lsa. Masalan, I have got a car. Menda mashina bor. Buni ishlatilishi kimdadir nimadir borligini aytganda, he has got a car. Unda mashina bor. Yana oilada kimlar bor yoki nimalar bo'lishi haqida ham gapirsak bo'ladi. Masalan, I have got a sister. Mening opam bor. I have got a brother. Mening akam bor. Va bu keyingisi kimningdir qanaqa ekanini tasvirlasak. Masalan, she's got blue eyes. Unda ko'k ko'zlar bor. Keyingisi og'riyotgan joyingizni tasvirlash kerak bo'lsa, masalan, I've got a headache, ya'ni menda bosh og'rig'i bor. YouTube kanalimizga albatta obuna bo'ling, like bosing va bunaqa foydali kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Yana aytgandek, eslab qoling. He, she, itga har doim has got bo'ladi. Va yana siz do you have got na o'rniga have you got deb savol bering. Bu to'g'ri bo'ladi. Albatta kanalimizga obuna bo'ling.